Bora. Tugib tashlab boshqatdan pishiraman. Voy, voy, voy. Voy, o'lmasam? Ey, nima qilyapsiz? Nega ovqat to'kib yubordingiz? Opa, sho'rva qilgandim. Juda ham bemaza bo'pti. Boshqatdan pishiraman. Voy, o'lmasam shuncha kartoshka go'sht, piyozlarni shunchasini ham uvol qilasizmi? Undan ko'ra tuzmi, ziravormi solib, ko'katga solib mazaq bersangiz bo'ladi-ku. Opa, unaqa qilsam bo'lmaydi. Boshqatdan pishirmasam bo'lmaydi, chunki juda ham bemaza bo'lgan. Ta'mi umuman yo'q. Keling, boshqatdan pishiraman. Qo'yavering, qo'yavering. Bo'ldi, qo'ying. Qanaqa qiliq bu, a? Tuppa-tuzuk ovqatni ham olib Opa, qo'ying, nima qilasiz ularni? hech bo'lmasa itga beraman. Uvol qilmayman. Qo'ying, shunga tegmang, opa. Rakvinaga ham to'kadimi tuppa-tuzuk ovqatni? Qo'yavering, o'z boshqatdan pishiraman. Hammasini yaxshi qilib. Shuncha masalani uvol qilib bo'ldi, qo'ying. Qo'ying, iltimos. Men o'zim ovqat qilay bugun. Yo'q, opa, o'zim hozir yaxshigina qilib boshqatdan qilaman. Buni nimasidir kam bo'lib qopti-da, shunga bemaza bo'lib qopti. Baraka topkur. Men bunaqa holatni birinchi marta ko'rishim. Ovqat bemaza bo'lsa, qayerda ko'rgansiz uni axlatga otib yorishini? Uni ustiga rakvinaga otib yoribsiz. Buni qarang, tiqilib ham qoldi orasiga. Qo'ying,